Qayerdan keldingiz hojiona? Tojikistondan keldik. Tojikistondan keldingizmi? Qayerdan? Tojikistondan keldik Dushanbeda. Nima shikoyatingiz bor edi? Shu onkologiya kasal bilan shu duo oqtarib keldim. Onkologiya kasalliklari Yulduzxon opa Aybubayevani o'zi sizni lecheniya qilyaptilar, ha? Qilyaptilar, ha. Baraka toping. Necha kun bo'ldi kelganingizga? 4 kun bo'ldi kelganimga. Sal-pal natijalar. Ancha foyda qildim. Jigarlarim ishib qoluvdi, jigarlarim yaxshi, ancha o'tlar og'riyapti, ularni ham dardlari qoldi. Ancha shifo topdim. Dori ukol operatsiyalarsiz tabiiy giyohlar bilan haqiqatdan ham shu onkologik kasalliklarni davolashayotganiga ishondingizmi? Ishondim. Bitta qisqa duo qilib bering. Rahmat. Qani? Allohim hamisha xursandchilik, yaxshilik kunlarda yuringlar. Hamshira qizlarimga ham Allohim rahmat. Mana ovqatlarda hammasini yetkazib turishibdi. Dori-darmonlarni olib kelishyapti. Alloh bularni ham tanijonlari sog'lab. Aytganingiz kelsin hojona. Murod shifo tabobat klinikasi o'zi 2 asrdan oshiq tarixga ega. Hamma giyohlari o'zlarida yetishtiriladi, ya'ni chet eldan kirib kelmaydi. Mana hojonaning giyohlari bemalol kelaverasizlar. Onkologik muammosi borlar, jigarda muammosi borlar, ichki organlarda o'simtasi borlar, juda ham ko'plab muammolar, grijalar bo'yicha kelishyapti. Operatsiyalarsiz lecheniya qilishyapti. Manzil so'zini qoldiring, lokatsiya tashlab beraman, kelaverasizlar. Qo'shimcha ma'lumot uchun ekrandagi raqamlarga sim qoqinglar.